Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. 18-fevral kuni o'tkazilgan yutuqli testimizning tahlilini boshlaymiz. Xo'p, unda boshladik. Birinchi savol. Tohir qiymati 1 so'mlik, 2 so'mlik va 3 so'mlik bo'lgan bir nechta tangalar bor. Undagi tangalar faqatgina 10 donasi 2 so'mlik emas. Demak, 10 donasi 2 so'mlik emas bo'lsa, u 1 so'mlik va 3 so'mlik. Va faqatgina 15 donasi 1 so'mlik emas. Demak, u 2 so'mlik va 3 so'mliklar. Tohirda jam necha so'm pul bor? Yaxshi. Demak, bizda 1 so'mlik desak, 1 so'mlik, 2 so'mlik va 3 so'mlik tangalar bor. Demak, xo'p, 10 donasi 2 so'mlik emas. Birinchi va 1 so'mlik va 3 so'mliklar soni 10 ta. 15 donasi 1 so'mlik emas, ya'ni 2 so'mlik va 3 so'mliklar soni 15 ta ekan. Yaxshi, biz 3 so'mliklar sonini x ta deylik. X ta bo'lsa, 1 so'mliklar soni 10 minus x taligi kelib chiqadi. Chunki 1 so'mlik va 3 so'mliklar soni 10 dona edi. Keyingisida, xo'p, 2 so'mlik va 3 so'mliklar soni 15 dona edi. 2 so'mliklar soni shunda 15 minus x taligi kelib chiqadi. Bizdan nimani so'ramoqda? Tohirda jam necha so'm pul borligi. Xo'p, Tohirda 1 so'mliklar miqdori 10 minus x edi. Xo'p, 2 so'mliklar esa 15 minus x ta. Xo'p, 3 so'mliklar jami x edi. Xo'p, shuncha pul bor Tohirda. Biz shuni endi qiymatini topib hisoblashimiz kerak. Demak, qavslarni ochib soddalashtirsak, 30 minus 2x plus 3x. Xlar qisqaradi va bizda shunda 40 so'm Tohirda pul borligi kelib chiqadi. Bu bizda ajob bo'lmoqda. Keyingisi, tepalikda buloqqa 6 ta yo'l olib boradi. Demak, bu yerda sayyoh bo'lsin. Xo'p. Sayyoh borgan yo'ldan qaytmaslik sharti bilan jami necha usulda buloqqa borib kelishi mumkin? Bu yerda aytaylik, buloq bo'lsin. 6 ta yo'l bor bizda. 3 ta va 4 ta va 5 ta, 6 ta. Demak, sayyoh birinchi agar bu yo'ldan yursa, u qaytishda, ya'ni aynan mana shu yo'ldan yurmaydi. Bu xato bo'ladi. Qaytganda mana bu yo'ldan yuradi, ya'ni 2-chi, 3-chi, 4-chi va 5-chi yo'llardan yuradi. Demak, borib qaytishda 5 xil. Bu birinchi holatdagi. Xo'p, endi bundan yursa, bundan yurganda ham xuddi shunday. Birinchi, 2-chi, 3-chi, ikkinchidan yura olmaydi, 3-chi, 4-chi, 5-chi va 6-chi. Bunda ham 5 ta imkoniyat bor. Xo'p, shu tarzda 5 larni yig'indisi, bular soni jam 6 ta bo'ladi. Chunki bizda 6 ta yo'l borligi uchun, demak 5 kara 6 bu 30 ga teng. Ya'ni 30 xil usulda borib kelishi mumkin. Bu demak bizda B javob bo'lmoqda. Keyingi savol. 5 ta oq, 2 ta qizil va 4 ta sariq atirgul bor. 3 ta har xil guldan iborat guldastani necha xil usulda tayyorlash mumkin? Demak, bizda 3 ta har xilmi? Bu 3 ta har xil, bitta oq bo'lish kerak, bitta qizil va bitta sariq bo'lish kerak. Demak, har biridan bittadan tanlab olishimiz kerak. 5 ta oqdan bittasini tanlashimiz bu 5 xil. Xo'p, 2 ta qizildan bittasini tanlashimiz esa 2 xil. 4 ta sariqdan bittasini tanlashimiz bu 4 xil. Shunda bizda jami 40 xil usulda guldasta tayyorlashimiz mumkin. Bu bizda C javobga to'g'ri kelmoqda. Keyingi savol. Salim 6 qadam oldinga va 8 qadam orqaga yurmoqda. Demak, 6 qadam oldinga va 8 qadam orqaga. U hammasi bo'lib 62 qadam tashlaganda boshlang'ich joydan necha qadam uzoqlikda bo'ladi? Xo'p, 6 qadam oldinga yursa, 8 qadam orqaga yursa, demak u umumiy holda 2 qadam orqada bo'ladi. Xo'p, bu 14 qadam yurganda 2 qadam orqaga yuryapti. Bu bizda 56 qadam yursa, 8
qadam orqaga yurgan bo'ladi. Demak, birinchi 6 qadam oldinga, 8 qadam orqaga, yana 6 qadam oldinga, 8 qadam orqaga. Shu tarzda oxirgisida, demak, 56-qadamni bosganda u 8 qadam orqaga yurgan bo'ladi. Keyingisida 62 bo'lish uchun 6 qadam oldinga yurish kerak. Oldinga, demak, u dastlabki vaziyatidan 8 qadam orqada edi va keyin u 6 qadam oldinga yurmoqda. Demak, u dastlabki vaziyatidan 2 qadam orqada bo'lgan bo'ladi. Bu esa bizda A javobga to'g'ri kelmoqda. Keyingi savol, 5-savol. 5 ta do'st Nodir, Karim, Sobir, Ali, Farhod yugurish musobaqasida qatnashishdi. Musobaqa marraga Ali Sobirdan oldin keldi. Nodir Karimdan tezroq yugurdi. Nodir Sobirdan keyin marraga yetib keldi. Agar Karim eng oxirgi o'rin bo'lmasa, marraga 3-chi bo'lib kim yetib kelgan? Demak, bizda 5 ta do'st berilgan. Xo'p, musobaqada marraga Ali Sobirdan oldin keldi. Demak, Ali Sobirdan oldin kelgan bo'lsa, Alini yuqoriga, Sobirni pastga yozamiz. Nodir Karimdan tezroq yugurdi. Demak, Nodir Karimdan tezroq yugurgan bo'lsa, xo'p, Nodir Karimga qaraganda marraga undan oldin kelgan bo'ladi. Shunda Nodir Sobirdan keyin marraga yetib keldi. Xo'p, Nodir Sobirdan keyin marraga yetib kelgan bo'lsa, Nodir Sobirdan pastda bo'lgan bo'ladi. Agar xo'p, keyin bizga berilgan edi, Nodir Karimdan tezroq yugurdi. Karim Nodirdan pastda bo'ladi. Agar Karim eng oxirgi o'rin bo'lmasa, ya'ni Karim 5-o'rin emas, undan keyin ham bitta o'rin bor. Demak, u o'rin Farhodga tegishli ekan. Marraga 3-chi bo'lib kim yetib kelgan? 3-chi bo'lib bizda Nodir yetib kelgan ekan. Bu javob bizda A javob. Keyingi savol. 6-savol. Qorovul tunda bitta shamni yoqib tugatadi. Uning ajoyib xususiyati bor. U 5 ta sham qoldig'idan bitta yangi sham yasay oladi. Agar unda ayni paytda 25 ta sham bor deb hisoblasak, u necha kunni shamga ehtiyojsiz o'tkazadi? Demak, bizda 25 ta sham bor. Demak, bu shamlar 25 kunga yetadi degani. Xo'p, lekin bizda berilgan edi 5 ta shamdan bitta yana sham yasay olsak bo'ladi. Demak, 25 ni 5 ga bo'lsak, ya'ni yana 5 ta yangi sham yasasak bo'ladi. Bu yana 5 ta yangi sham 5 kunga yetadi. Bu 5 ta yangi shamdan yana bitta yangi shamni yasasak bo'ladi. Demak, bitta yana yangi sham. Bu bizda 1 kunga yetadi. Demak, bizda 25 kunga yetdi, 5 kun va yana 1 kun. Jami bizda 31 kunga yetar ekan shamlar yoqsak. Demak, bu bizda C javobga to'g'ri kelmoqda. Keyingi savol, devorda soat har soatda o'z miqdoricha bong uradi. Misol uchun 4:00 da 4 da, 5:00 da 5 da, har yarim soatda bitta bong urar ekan. Misol uchun 4:30 da bitta, 5:30 da bitta. Bizda soat 3:45 va 5:05 oralig'ida nechta bong uradi? Xo'p, yaxshi. Demak, bu oraliq 3:45 va 5:05. Bu oraliqda bizda 4:00 bor. 4:00 da 4 ta bong uradi. Yana 5:00 da 5 ta bong uradi. Xo'p, bu oraliqda yana bor bizda 4:30. Ya'ni har yarim soatda bitta bong urishi berilgan. Xo'p, 5:30 yo'q, bu oraliqqa tegishli emas. 3:30 ham bu oraliqqa tegishli emas. Bo'ldi. Demak, bizda 4:00 da 4 ta, 5:00 da 5 ta va 4:30 da bitta. Jami bong urishlar soni shunda bizda 10 ta bo'lar ekan. Bu javob bizda C javobga to'g'ri kelmoqda. Keyingi savol. Soat millari ertalabki 6:20 ni ko'rsatmoqda. Soat kechki 20:00 bo'lguncha soat mili necha gradusni bosib o'tadi? Xo'p, dastavval bitta soat chizib olaylik. Mana bu soat bo'lsin. Bizda bu yerda 12, 6, 3, 9.
va bu yerda 1 2 4 5 7 va 8 10 va 11. Mana bu soat. Xo'p. Demak, ertalab soat 6:20 edi. Kechki 20:00 bo'lgunicha soat mili necha gradusni bosib o'tadi. Xo'p. Qancha necha soat o'tganligini birinchi bilib olaylik. Demak, bizda ayirib yuborsak, shunda 13:40 minut o'tgan ekan. 13 soat va 40 minut. Xo'p, yaxshi. Demak, soat mili bir marta to'liq aylanish uchun bizga 12 soat kerak bo'ladi. 12 soatda u 360 gradusga buriladi, ya'ni aylana bu 360 gradus degani. Shunda 1 soatda u 30 gradusga burilar ekan. Demak, yaxshi. 1 soatimiz bizda 60 minut. 60 minutda 30 gradusga burilar ekan. Endi biz xo'p, 20 minutda qancha burilishini topaylik. 20 minutda 3 ga bo'lib yuborsak 10 gradusga buriladi. Xo'p, 40 minutda esa 20 gradusga burilar ekan. Demak, 13 soatda bu 13 ko'paytirilgan 30 va 40 minutda u 20 gradusga burilar ekan. Shunda hisoblasak 390 qo'shilgan 20 bu bizda 410 gradusga dastlabki vaziyatidan burilar ekan. Buning javobi B ekan. Xo'p. Keyingi savol. Najmiddin Prezident maktabi saralash imtihonida yuqoridan 50-o'rinni egallagan bo'lsa, uning o'rni pastdan hisoblaganda ham 50-o'rin ekanligi ma'lum bo'ldi. Prezident maktabi saralash imtihonida jami nechta bola qatnashgan? Demak, bu yerda Najmiddin bo'lsin. Xo'p, Najmiddin 50-o'rinda turibdi. Xo'p, undan yo'q. Najmiddin Prezident maktabi saralash imtihonida yuqoridan 50-o'rin ekan. Demak, yuqorida bizda 49 ta bola bor. Uning o'rni pastdan hisoblanganda ham 50-o'rin. Demak, pastda ham 49 ta bola borligi ma'lum. Xo'p, Prezident maktab saralash imtihonida jami nechta bola qatnashgan? Xo'p, yuqorida 49 ta, pastda 49 ta va Najmiddinning o'zi qatnashgan. Demak, 49 qo'shilgan 1 qo'shilgan 49. Jamimizda 99 ta bola imtihonga qatnashganligi kelib chiqadi. Demak, 9-savolning javobi C javob. Keyingi savol. Xo'p, Anora, Salim, Javlon va Aziz yaqin do'st. Anora Salimdan 3 yosh va Javlondan esa 6 yosh katta. Aziz esa 36 yosh va u Javlondan 3 yosh katta bo'lsa, 4 ta do'stning yoshlari yig'indisini toping. Xo'p, biz dastavval ismlarini yozib olaylik. Anora, keyingisi Salim, keyingisi Javlon va oxirgisi Aziz. Xo'p, yaxshi. Demak, bizda aytmoqda, mana bu yerda Aziz 36 yosh ekan. Aziz 36 yosh va u Javlondan 3 yosh katta. Demak, Javlondan 3 yosh katta bo'lsa, Javlonning yoshi 33 bo'ladi. Xo'p, yuqoridagi gapda Anora Salimdan 3 yosh va Javlondan esa 6 yosh katta. Demak, Javlonning yoshi 33 edi, Anora Javlondan 6 yosh katta. Demak, Anoraning yoshi 33 qo'shilgan 6 39 yosh ekan. Anora Salimdan 3 yosh katta. Demak, Anora Salimdan 3 yosh katta. Salimning yoshi demak 39 ayirgan 3 36 yosh ekan. Demak, bizda Anoraning yoshi 39 yosh, Salimniki 36, Javlonniki 33 va Azizniki 36. Demak, 36 ga 36 72, 39 ga 33 72. Demak, 2 ta 72 bizda 144 yosh bo'lar ekan. Bu bizda B javobga to'g'ri kelmoqda. Keyingi savol. Yakshanba kuni ota 2 bolasini voleybol va futbol kurslariga olib boradi. Kurslarning o'tkazilish soati haqida ma'lumot quyidagi jadvalda keltirilgan. Ya'ni quyidagi jadval buni nazarda tutmoqda. Ikkala bola ham kursda bo'lganida do'sti bilan suhbatlashishni istasa,
ota qaysi vaqtni tanlashi kerak? Xo'p, demak bizda vaqtlar berilgan. Birinchi 10:00 dan 11:00 oralig'ini qaraylik. Bu oralig'da kichik o'g'li futbol to'garagida, katta o'g'li voleybol to'garagida. Demak, bu oralig'da do'sti bilan suhbatlashsa bo'ladi. Keyin 11:00 dan 12:00 oralig'ini ko'raylik. 11:00 12:00 demak. Kichkina o'g'li futbol to'garagida, katta o'g'li esa bu oralig'da to'garakdan chiqqan bo'ladi, voleybol to'garakdan. Demak, bu oralig'da do'sti bilan gaplashsa bo'lmaydi otasi. Demak, keyingisi 12:00 dan 13:00 oralig'ida. Bu oralig'da kichkina o'g'il voleybol to'garagida bo'ladi, katta o'g'il esa futbol to'garagida. Bu oralig'da demak gaplashsa bo'ladi. Keyin 13:00 dan 14:00 gacha. Bu oralig'da kichik o'g'li voleybol to'garagidan chiqqan bo'ladi, katta o'g'li esa futbol to'garagida qatnashgan bo'ladi. Demak, bu oralig'da do'sti bilan gaplasha olmaydi. Demak, bizda javob 10:00 dan 11:00 gacha va 12:00 dan 13:00 gacha. Bular orasidagi javob A javob ekan. Keyingi savol. Xo'p, kalkulyatordagi raqamlarni sochilib ketgandan Ahmadning ukasi qayta terib qo'ydi, ammo qayta terishda 4 ning o'rniga 7 bilan, 5 ning o'rniga 3 bilan, 1 ning o'rniga esa 8 bilan almashtirib qo'ydi. Agar bu qayta terilgan kalkulyatorda 43 ko'paytirilgan 18 plus 89 amallarini bajarsak, u qanday natijani ko'rsatadi? Xo'p, yaxshi. Demak, 4 ning o'rnini 7 bo'lsa, 4 ning o'rniga 7 ni qo'yamiz. Xo'p, 5 ning o'rnini 3 bilan, demak, bu yerdagi 3 ning o'rniga 5 ni qo'yamiz ko'paytirilgan. 1 ning o'rnini 8 bilan, demak, 1 ning o'rniga 8, 8 ning o'rniga 1 qo'shilgan. 1 ning o'rniga 8 ning o'rniga 1 ni yozamiz va 9 o'zgarmagan. Shu ifodani qiymatini topishimiz kerak. Demak, buni bunga ko'paytirsak bizda adashmasam 6075 qo'shilgan 19 bo'lar ekan. Buning javobi bizda 6094. Xo'p, buning javobi bizda B javob ekan. Keyingi savol. Mening 24 soat formatda ishlaydigan raqamli soatim bor. Ya'ni 23:59 dan keyin soatda 00:00 ko'rinadi. Soatdagi har bir raqam quyidagi ko'rsatilganday chiziqchalar yordamida ifodalanadi. Mavjud bo'lgan vaqtni ko'rsatar ekan, bir paytning o'zida soat ekranida eng ko'pi bilan nechta chiziqcha ko'rinadi? Xo'p, yaxshi. Demak, bizda soat bir paytning o'zida nechta? Ya'ni eng ko'pini topishimiz kerak ekan. Xo'p, bizda 1 da chiziqlar soni 2 ta. 2 da chiziqlar soni esa 5 ta, 3 da, 3 da ham 5 ta, 4 da 4 ta chiziqcha bor, 5 da 5 ta chiziqcha, 6 da 6 ta chiziqcha bor, 7 da 3 ta chiziqcha, 8 da esa 7 ta chiziqcha bor ekan. 9 da 5 ta va 0 da 6 ta chiziqcha bor ekan. Demak, biz maksimallarni qaraylik. Bu yerda 7 bor va 6 bor ekan. Xo'p. Demak, bizda 1 da, ya'ni 1 har doim soatda birinchi raqami 0, 1 yoki 2 bo'la oladi. Demak, bizda 0 da 6 ta, 2 da yo'q, 1 da 2 ta, 2 da 5 ta. Eng ko'pini ko'raylik. 0. 0 da 6 ta, demak, keyingisi 0 qo'ya olmaymiz. Unga maksimalniy darajada qo'yishimiz kerak. 8 ni qo'ysak bo'ladi bizda. 8 da 7 ta. 2 ta nuqta. Keyingi holatda qarasak 6 ni qo'ya olmaymiz, chunki 60 bilan boshlanmaydi 100 sekundlar. Demak, bunda 80 ni ham qo'ya olmaymiz. 6 ni qo'ya olamiz bu yerda. Yo'q, 0 ni qo'yar ekanmiz. 0 ni qo'ya olamiz. Shunda 0 da 6 ta va keyingisida
maksimal bo'lishi kerak. Bunda 7 ta chiziqcha bo'lganligi uchun 8 ni qo'ya olamiz. Demak, bunda 7 ta. Umumiy nechta chiziqcha hosil bo'ladi deyapti ekranda. Bularning yig'indisi bizda 26 ga teng bo'lar ekan. 26 ta chiziqcha hosil bo'ladi. Bu bizda B javobga, yo'q, D javobga to'g'ri kelmoqda. Keyingisi, ikki samolyot xuddi shu vaqtda uchadi. Ular Atlantika okeani bo'ylab uchmoqdalar. A Nyu-Yorkdan chiqib Parijga soatiga 500 km tezlikda uchmoqda. B Parijdan chiqib Nyu-Yorkka soatiga 450 km tezlikda uchib ketishmoqda. Uchrashganda qaysi biri Parijga yaqinroq bo'ladi? Demak, yozib olaylik. Bu yerda Nyu-York bo'lsin. Nyu-Yorkdan A samolyot uchib ketmoqda. Va bu yerda B, ya'ni B samolyot Parijdan Nyu-Yorkka. Parij. Xo'p, ular qanaydir mana bu nuqtada uchrashsin. Uchrashgandan so'ng B samolyot yo'nalishini davom etadi va A samolyot ham yo'nalishini davom etadi. Ya'ni uchrashgan paytida qaysi biri Parijga yaqinroq? Ikkalasi ham Parijdan bir xil masofada, uzoqlikda uchrashgan bo'ladi-da, chunki bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa ikkalasi ham bir xil-ku. Shu bo'lganligi sababli buning javobi C javob bo'ladi. Ko'p o'quvchilar adashgan bo'lishi ham mumkin, bu tabiiy. Xo'p, keyingi savol. Keyingi savolda 15-savol. Bir o'yin maydonchasida noodatiy darts taxtasi ishlatiladi. Ya'ni mana buni nazarda tutyapti. Xo'p. Katta yutuqni qo'lga kiritish uchun musobaqa qatnashchilari 3 ta dart yordamida roppa-rosa 50 ballni qo'lga kiritishi, barcha raqamlar farqli bo'laklarga bo'lishi shart. Demak, har xil raqamlar bo'lish kerak ekan bizda. 50 ballni qo'lga kiritish uchun 3 ta dartdan biri qaysi raqamga urilishi shart. Ya'ni aynan bittasiga urilishi kerak ekan bizda. Xo'p, 50 ball bo'lish kerak. Demak, 3 ta dartni otganimizda bu, ya'ni shunday 3 ta sonning yig'indisini topishimiz kerakki, u bizda 50 chiqishi kerak. Ular nechta bo'ladi? Xo'p, birinchisi demak 18, 21 va 11 lar yig'indisi 50 ga teng bo'ladi. Buning yig'indisi 39 va 11 ni qo'shsak 50. Ikkinchisida bu bizda xo'p 18 8 va 24 lar yig'indisi ham 50 bo'lar ekan. 8, 18 va 24 ning yig'indisi 50. Demak, boshqa yana qaysi bo'la oladi? Qarab ko'rishimiz kerak. Demak, boshqa bo'lmaydi. Boshqa yig'indisi 50 chiqadigan son yo'q. Qaysi biriga urilishi shart? Ya'ni ikkalasida ham 18 bo'lganligi sababli aynan 18 ga urilishi shart. Bitta dart nimasi? Kamon o'qi desak bo'ladimi endi? Shunda javob bizda C bo'ladi. Keyingi savol 16. Asaka shahrida JM O'zbekiston zavodida 6 ta liniya avtomobillar avtomatik tarzda yig'iladi. Birinchi ikkita liniya har yarim soatda bittadan avtomobil. Demak, birinchi liniya ham har yarim soatda bitta avtomobil, ikkinchi liniya ham har yarim soatda bitta avtomobil ishlab chiqarar ekan. Keyin xo'p, 3 va 4 liniyalarda esa har 20 minutda bitta avtomobil. Oxirgi ikkita liniyada esa har 15 minutda bittadan avtomobil ishlab chiqariladi. Agar ish 9:00 dan boshlanib 17:00 da tugasa va 13:00 da 1 soatdan bo'lsa, bir kun ushbu zavodda qancha avtomobil ishlab chiqarish mumkin? Xo'p, yaxshi. Demak, mana bu yerda yozamiz. Birinchi liniya
ikkinchi liniya, uchinchi liniya, to'rtinchi liniya va beshinchi, oltinchi liniyalar bor ekan bizda. Xo'p, birinchi liniya har yarim soatda bitta avtomobil bo'lsa, demak biz 1 soatdaligini topaylik. 1 soatda birinchi liniya ikkita avtomobil, ikkinchi liniya ham ikkita avtomobil. Xo'p, uchinchi va to'rtinchi liniyalar har 20 minutda. Har 20 minutda bitta bo'lsa, 1 soatda 3tadan avtomobil ishlab chiqaradi. Oxirgi ikkita liniya har 15 minutda. Har 15 minutda bitta avtomobil ishlab chiqarsa, 60 minutda, demak 4 ta avtomobil ishlab chiqarar ekan har ikkala zavod ham. Demak biz 1 soatda nechta ishlab chiqarishni topdik. Ularning yig'indisi demak bizda 10 va 18 bo'lar ekan. Endi agar ish 9:00 dan 17:00 gacha bo'lsa, demak bu oraliqda ayirib yuborsak 9:00 ni ish 8 soat davom etar ekan. Lekin bizda 13:00 da 1 soat dam beradi. 8 dan 1 ni ayirsak 7 soatlik ish bo'lar ekan, bir kunlik ish. 7 ga ko'paytirsak bizda demak 126 ta avtomobil ishlab chiqarar ekan. Buning javobi A javob. Keyingi savol, 17-savol. Suv sotadigan kompaniya aksiya o'tkazdi. Bu aksiyaga ko'ra har 4 ta bakkalashkaga bitta bakkalashka suv beradi. Demak yaxshi. Xo'p, biz bitta bakkalashkaga ega bo'lgan odam ko'pi bilan nechta bakkalashkaga suv olishi mumkin? Xo'p, 4 ta bakkalashkaga bitta bakkalashka bermoqda. Demak, biz bitta bakkalashkasidan 100 tasini olib borsin. 100 tasini olsak, ya'ni 100 tasiga har 4 tasiga bitta qo'shilganligi uchun 25 ta suv solingan, ya'ni bakkalashka beradi. Demak, bu suv solingan bakkalashkani ham ichib turib yana olib borsa, ya'ni 25 ta va bu yerda bitta ortib qolganligi uchun umumiy soni 26 ta bo'ldi. 26 tadan, ya'ni har 4 tasiga bitta bakkalashka bo'lganligi uchun 24 tasini olib borsin. 24 tasiga bizga demak 6 ta bakkalashka beradi. 6 ta bakkalashkani ham suvini ichib, 6 ta bakkalashkasini o'zi qolsa, bu yerda 2 ta qolgandi. Demak, 2 ta 6 plus 2, ya'ni yana 8 ta bo'sh bakkalashka hosil bo'ladi. 8 ta bo'sh bakkalashkadan yana 4 taga bitta berganligi uchun 2 ga bo'laveramiz. Yana 2 ta suv bakkalashka bergan bo'ladi. Jami o'zi bizdan so'ramoqda. Eng ko'pi bilan nechta bakkalashka suv olishi mumkin? Dastavval 25 ta oldik, keyin 6 ta va oxirgisida 2 ta. Bular yig'indisi bizda 25 qo'shilgan 6 qo'shilgan 2, bu bizda 33 ga teng bo'lar ekan. Buning javobi bizda D javob. D javob. Xo'p, yaxshi. Keyingisi. Onlayn kitob do'konida roman va jurnal sotiladi. Har bir roman $4 ekan. Demak, roman narxi $4. Har bir jurnal esa $1. Jurnal narxi $1 ekan. Agar Salim umumiy qiymati $20 ni tashkil etadigan jami 11 ta roman va jurnal sotib olgan bo'lsa, qancha roman sotib olgan? Yaxshi, biz romanlar sonini x ta deylik. Shunda 11 ta roman va jurnal bo'lganligi sababli jurnallar soni 11 minus x ta bo'ladi. Xo'p, demak umumiy $20 ga sotib olgan bo'lsa, demak x ta jurnal har biri $4 dan, keyin 11 minus x ta demak x ta roman har biri $4 dan va 11 minus x ta jurnal har biri $1 dan. Umumiy qiymati $20 bo'lmoqda. Demak, biz shu tenglamani yechishimiz kerak. 4x plus 11 minus x 20 ga teng. Bundan 3x plus 11 teng 20, 3x teng 9 va x ning qiymati 3 ekanligi kelib chiqadi. Bizdan nimani so'ramoqda? Qancha roman sotib olgan? Biz romanlar sonini, ya'ni x ta degandik. Shunda romanlar soni 3 ta bo'lar ekan. Bu bizda A javobga to'g'ri kelmoqda. Keyingi savol. So'zlar kodlangan, ya'ni agar Navo so'zi
2134 vodiy so'zi 34597 shaklida kodlangan bo'lsa, diydor so'zining kodlanishi quyidagilardan qaysi biri bo'lishi mumkin? Ya'ni aynan shu emas, qaysidir birligini topishimiz kerak. Yaxshi, uni tagiga yozib olaylik. Ya'ni Navoni 2134, vodiyni 34597 bizdan diydorni so'ramoqda. Xo'p. D, ya'ni D 5 ga kelmoqda. I ni o'rnida 9, Y ni o'rnida 7. Ya'ni diydorni mana shu D'sini bo'g'inini olmoqda. Dor, xo'p. D 5 ga, O 4 ga, R noma'lum. Yaxshi. Demak, bizga A javobga qarasak, birinchi 3tasi tushmoqda, keyingisida 4tasi tushar ekan. Deyarli hammasi 5tasi tushar ekan, oxirgisi 3. Lekin bizda V harfi 3 edi. Bu 3 dan farqli bo'lishi kerak, demak R. Shunda A javobimiz chiqib ketar ekan. B javobga qarasak, 5 9 3. Ya'ni bu yerda 7 edi, 3 bizib qo'ymoqda. Demak, B javob ham chiqadi. Xo'p, C javobga qaraylik. 5 9 7 5 4 tushyapti va R harfi o'rnida 8 kelyapti. Xo'p, hozircha bu to'g'ri bo'lib tursin. D javobini ham tekshiraylik. Demak, 5 9 7 2. Bu yerda 5 kelmoqda edi. Demak, 2. D javobimiz ham xato ekan. Demak, bizda to'g'ri javob C ekan. Va nihoyat bizda oxirgi 20-testimiz nima demoqda? Madina 310 so'mga 3 ta apelsin, 4 ta nok, 5 ta olma va 6 ta banan sotib oldi. U mevalarni donasini birini 12 so'mdan, birini 15 so'mdan, bittasi 20 so'mdan va yana bittasi 25 so'mdan bo'lganligini eslaydi, lekin u qaysi biri narxini unutgan? Har bir banan narxi qancha edi? Xo'p, yaxshi. Demak, 310 so'mga bizga 3 ta apelsin, 4 ta nok, 5 ta olma va 6 ta banan narxlari berilgan, ammo u qaysi biriligini bilmaydi, adashgan. Xo'p, yaxshi. Demak, 310 so'm. Bizda, ya'ni bular 5 ga karrali, 5 ga karrali bo'lganligi uchun yig'indi 310. Bu ham 5 ga bo'linadi. 5 ga bo'linishidan mana bu 5 ta olma 12 so'mlikka mos keladi. Aks holda buzib qo'yganligi uchun bo'lmaydi. 5 ga bo'linmay qoladi-da. Shuning uchun olma bizda 12 so'm ekan. Demak, 5 ta olma olganligi uchun 12 so'mdan 5 ta olmaning narxi 60 so'm. 60 so'm bo'ldi. Demak, 310 dan biz 60 so'mni ayirsak 250 so'm. 250 so'mga qolgan mevalarni sotib olgan. Yaxshi, 250 so'mga u apelsin, nok va banan sotib olgan. Xo'p, yaxshi. Demak, bizda olmaning miqdori chiqib ketdi. Bu yerda qaranglar. Xo'p, 3 ta apelsin, 4 ta nok va 6 ta banan. 15, 20 va 25 ga to'g'ri kelmoqda. Agar bizda, xo'p, mana bu toqqa toq ko'payib qolsa yoki bunga bu ko'payib qolsa bo'lmaydi. Ya'ni bu ko'paytirganda oxirgi raqam 5 bilan tugaydi. Bu ixtiyoriy tanlaganimizda ham 0 bilan tugaydi. Yig'indisi 5 bilan tugaydi. Shuning uchun bo'lmaganligi sababli 3 ta apelsinimizning miqdori bizda 0 bilan tugashligi kerak. Bu bizda 20 so'mga tushishlik shart bo'lib qoladi. Demak, apelsinning narxi 20 so'm. Keyin apelsin narxi 20 so'mligiga keldi. Demak, 3 ta apelsinimiz bizda 60 so'm bo'lar ekan. 250 so'm miqdorida pulimiz bor edi. 60 ni ayirib yuborsak, demak bizda 190 so'm pul qolmoqda. Bu 190 so'mga u, xo'p, apelsinimiz chiqib ketdi. Nok va banan sotib olgan. Demak, birinchi holatda 2 ta hol qoldi. Nokning miqdori 20 emas, bizda 15 so'm bo'lsin va bananning miqdori 20 so'm bo'lsin.
demak bizda 4 ta nok bor edi va bananlar soni 6 ta edi. Bularning umumiy miqdori 60 qo'shilgan 120. Demak bizda 180 so'm miqdorda pul bo'lmoqda, lekin bizda 190 so'm chiqish kerak. Demak bu holatimiz xato ekan. Ikkinchi holimizda teskarisi, ya'ni nokning miqdori 20 so'm bo'lsin va 25 so'm. Uzr, adashman. Mana bu yerda 25 so'm bo'lish kerak. 25 so'm bo'lsa 25 ga ko'paytmasi 150 so'm bo'ladi. 150 so'mni qo'shib yuborsam, shunda 210 so'm bo'lar ekan. Xo'p, baribir bizda birinchi holatimiz chiqib ketar ekan, ya'ni 190 so'm chiqish kerak edi. Ikkinchi holatda nokning narxi 25 so'm bo'lsin. Xo'p, banan narxi 15 so'm bo'lsin. Nokdan 4 ta olgandi va banandan 6 ta olgandi. Umumiy miqdorini topsak, 25 ko'paytirilgan 4 qo'shilgan 15 ko'paytirilgan 6. Demak 100 qo'shilgan 90 190 so'mga kelib chiqmoqda. Mana chiqardik. Demak oxirida har bir banan narxi qancha edi? Bananning narxi bizda 15 so'mga to'g'ri kelmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar.